Barchalarga assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar? Sizlar bilan har doimgidek Abbos Vlogs kanali. Bugungi roligimiz Telegram uchun virtual uskunalar olish haqida bo'ladi. Video boshlashdan videomizga maksimal like bosing va kanalga yangi bo'lsangiz, albatta obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Obuna tugmasini bosgandan so'ng esa obuna qilingan joyda shunchaki bosib, hammasi uchun bosib qo'ysanglar, sizlarga videolarni chiqishimizdan obязательно tepadan xabar boradi, birinchilardan bo'lib. Demak, tavsiyangiz do'stlar, unda ko'p kutilmasdan biz videomizni boshladik. Telegram kirib olamiz. Telegram kirganimizdan so'ng esa bizga mana shu bot kerak bo'ladi. Fast SMM Telegram bot. Bu botda sizlar video описаниесida havola ссылкасы orqali kommentariyaga qoldirib o'tib ketaman. O'sha yerdan kirib nomer olishingiz mumkin. Qidiruv turish shart emas, chunki qidiruvda ayrim hollarda chiqmay qolyapti. Botimizda 4470 ta ortiq obunachilarga ega, ya'ni oylik foydalanuvchilar, undan ko'p hozirda 10 mingdan ko'p odam foydalanmoqda aslida. Xo'p, bundan tashqari botimiz o'zimizga tegishli, ya'ni mana ko'rishingiz mumkin. O'zim ochgan botim, o'zimiz endi o'zim holatda boshqaraman. Endi birovlar botini reklama qilib o'tirmayman. Xo'p, bu yerda boshlash tugmasini bosamiz. Bu yerda siz buyurtma berish orqali siz nakul ko'rishingiz mumkin. Biz videomiz nomer bo'lgani uchun nomer olish bo'lib bosamiz. Bosganimizdan so'ng esa siz bu yerda ko'rishingiz mumkin AQSh nomer. Undan tashqari siz bu yerda 5 ta qo'shni davlatlar, o'zimiz davlatlarni ham olishingiz mumkin. O'zbekiston, Turkiya, Qirg'iziston, Qozog'iston. Bu yerda arzon davlatlar ro'yxatini bosib olsangiz, mana ko'rishingiz mumkin 8216 so'mdan boshlab, 56 so'mdan boshlab siz nomer olishingiz mumkin arzon davlatlar ro'yxatida. Bizni bugungi videomiz nomer haqida bo'lgani uchun, ya'ni usul nomer bo'lgani uchun usul nomerni olib ko'rsatib o'tib ketamiz. Usul nomer 9216 so'm. Bizga shuncha pul kerak bo'ladi. Buning uchun biz mening hisobim bo'limini bosib olamiz va hisob to'ldirish bo'limini bosamiz. Agar sizda o'zingizda kartangiz bo'lsa, o'zingizda kilik kartangiz bo'lsa, mana bu yerda avtoto'lovdan foydalanishni maslahat beraman. 2 daqiqa ichida tasdiqlanadi. Ya'ni biz onlayn bo'lishimizni kutib o'tirmaysizlar. Agar sizlarda o'zingizda karta bo'lmasa, yokida humo bo'lma tashlamoqchi bo'lsanglar, humo bo'lma bosib, mana bu yerga yozib qo'ygan. Misol uchun 5000 so'mdan boshlab pul mukofot pulni tashlaysizlar, avtomatik admin to'lov qilishini kutasizlar. Ya'ni 60 daqiqagacha ichida, 1 soat ichida tasdiqlanadi. Xo'p, bundan tashqari Visa kartaga to'lov bor, chetda foydalanuvchilar uchun. Undan yana kilik hamyon bor va Paynet karta bor. Ko'pchilikdan so'chi karta bo'lishi mumkin, hamyon bo'lishi mumkin, Paynet kilik o'shalardan ham tashlasangiz bo'ladi. Biz nima qilamiz? Biz avtokarta, avtoto'lov foydalanamiz. Xo'p, bosganimizdan so'ng esa minimal summani kiriting. Biz usul nomer olishimiz uchun 9256 so'm pul tashlashimiz kerak. Va mana so'rayapti, mana karta, diqqat, to'lov amalga oshirish uchun mana ariza yaratishga 5 daqiqa ichida to'lov qilib qo'yishingiz kerak. Aks holda hisobingiz to'ldirilmaydi. Buning uchun sirazi to'lov qilishlar kerak. Sirazi kooperat qilib va Paynetga yoki Libboy ilovaga kirasizlar. To'lov ilovasiga kliklar bo'lsa bo'ldi. To'g'ri qanaqa hamkor bankga Paynetni faqat kartaga tushsa bo'ldi. Mana shu kartani kooperat qilganimiz kiramiz va mana shu kartaga pul tashlaymiz. Endi kooperat nusxalashni bosib bu yerdan o'sha summamizda qancha yozgan bo'lsak, o'sha summani o'zini to'lov qilaman. 9256 so'm o'sha summani o'zini to'lov qilinglar. Aks holda pullar tushmaydi. Chunki bot avtomatik tasdiqlash uchun o'sha summani o'zini tashlash kerak yaratganingiz uchun. Xo'p, mana to'lov qilish tugmasini bosib oldik. Bosib olganimizdan so'ng esa biz ozgina kutamiz. Menda ozgina vaqt so'rab qoladi, chunki paynet o'tish juda ham qiyin bo'lib qolyapti to'lovda. Mana o'tkazma bajarilmoqda deyapti. Tarixga kiramiz. Mana pul o'zi o'tdi bu yerda menda. Va biroz kutamiz. Ya'ni gidda 2 daqiqa to'lov qildingizmi, 2 daqiqa ichida avtomatik hisobingiz tasdiqlanadi. Va bundan tashqari ortga tugmasini bosib orqali siz bu yerda mana Gmailga xabar keldi. Ya'ni bu Gmail nomerimga ulangan. O'sha Gmailga xabar keldi. Tepada ya'ni avtomatik UzCard orqali Gmailga avtomatik SMS keladi. Qancha tashlagan bo'lsangiz, bu o'shani ko'rib tasdiqlaydi. Faqat o'sha summa yaratganingiz to'lovini qilishingiz kerak. Xo'p, to'lov tasdiqlangancha undan ko'ra siz bu yerda buyurtma berish orqali agar sizga mabodo Telegram, Instagramga obunachi, TikTokga, YouTubega kerak bo'lib qolsa, bemalol xizmatlarimizdan tanishib chiqib, bemalol urishingiz mumkin bo'ladi. Qiziqib, minimal miqdorda urib, keyin yoqsa yana katta miqdorda urishingiz mumkin. Undan tashqari bizda hozircha vaqtda tekin xizmatlarimiz ham bor. Bu yerda Telegramimiz uchun post uchun reaksiya xizmat, post havolasini yuborib bemalol bundan tashqari prosmotr xizmatimiz ham bor. Hammasi o'zbek holatda bo'ladi, statistikaga qo'shiladi. Bemalol zakaz bersangiz bo'ladi. Bu vaqtincha tekin xizmatlar bemalol kirib zakaz berishingiz mumkin. Xo'p, mana hisobimiz уже to'ldirildi. 9256 so'm. Mana Paynetdan ham xabar kelgan, уже hisobingiz to'ldirildi deb. Endi biz nima qilamiz? Nomer olish bo'limiga kiramiz va bu yerdan usul nomerni bosamiz. Bosib olganimizdan so'ng esa biz bu yerda raqam sotib olishni bosib olamiz. 9216 so'm ekan. Biz 56 so'm kiritib qo'yibmiz ekan. Mayli. Xo'p, sotib olganimizdan so'ng esa bizda 30 sekund ichida mana shunaqa nomer beradi. Nomerni kooperat qilib Telegram, ya'ni mana yozib qo'ygan do'stlar, e'tiborli bo'linglar. Raqamni norasmiy Telegramga kiritinglar. Rasmiy Telegram kiritmanglar. Ya'ni mana bu Telegram rasmiy Telegram hisoblanadi. Plus, telefoningiz Android bo'lsa Plus, Telegram, ko'p qanaqa programmalar o'shalarni kiritinglar.
yokida telefoningiz iOS bo'lsa, misol uchun, sizlar uchun email bor, aka Telegram bor. Bemalol o'sha yerdan kiritinglar. Rasmiy Telegram kiritmanglar, chunki pul so'rab qolishi mumkin. Nomer kiritganingizdan so'ng esa kod tasdiqlaganingizdan baribir. Shuning uchun iloji boricha Plus shunaqa o'xshagan programmani kiritinglar. Start boshlashni bosib, bu yerdan siz telefon raqamingizni boya kopyat qilganingizni kiritib olasizlar. Kiritib olgandan so'ng qurilmangizga kod yuboriladi deyapti. Tekshirish kodini olishni bosamiz, ya'ni SMS kodini olishni bosamiz. Xo'p, undan tashqari do'stlar, bir xil payt kimlarga kod kelmay qolishi mumkin. Bu nimadan bo'ladi? Bu bizdan bo'lmaydi, siz telefoningizdan bo'ladi. Telefoningizni polni o'chirib yoqing, boshqatdan va avtomatik kodi keladi. Yokida boshqa telefondan urininglar, chunki telefoningizda bug bo'lib qolishi mumkin. Katta ehtimol bilan o'chirib yoqsanglar, o'sha kodi keladi. Chunki ayrim telefonlarda bug bo'lib qoladi, nomerga kod kelmaydi. Mana do'stlar, nomeringizga kod bor deyapti. O'sha kodni kopyat qilib bu yerga kiritamiz. Aytgancha bu telegramlar rasmiy avtomatik ochilgan bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, telegramimiz ochildi. Mana o'zi 5 spam nomeri berdi mana. Sizga xushxabarimiz bor, 5 spam. Bir xillarga spam nomer berish mumkin. Spam ya'ni qanaqa? Spamdan chiqadigan nomer, yangi ochilgan nomerlar bo'ladi bular. Spamdan chiqadigan beradi. Ularni qayerda olamiz desalar, sizlarga spam arizamiz bor. Spam ariza. Uzr do'stlar, spam bot. Mana shu bot bo'ladi. Shu botga siz xabar yuborishingiz kerak. Xabar qayerda olamiz desalar, mana shu botimiz bor. Botimiz qidirib o'tirmaysa, mana shunday yozib, biron joyga Abbos Vlogus bot. Mana botimizga kirasizlar. Botimiz kirganingizdan so'ng esa siz bu yerdan mana spam info ariza bosib, mana shu katta tekstni kopyat qilib spam botga yuborasizlar. O'zi yuborish haqida bu haqida Telegramdan video chiqarganmiz, nomer olish haqida. O'sha yerda ko'rib olsanglar bo'ladi. Telegram kanalimizdan video aplikasiyasida bo'ladi. Bo'ldi, mana shu holatda siz nomer olishingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu nomerimiz hozirda 5 spam nomer oldik. Sizga hech qanaqa spam nomer bermaydi. Bemalol agar berib qolsa, misol uchun, ular burunlikka tushmagan, ya'ni siz arziga olib chiqaradigan spam bo'ladi. Mana Telegram kanalimiz mana shu bo'ladi, Abbos Vlogus kanali. Bemalol kirib, obuna bo'lib qo'yinglar, chunki yangiliklar bo'lib qolsa, tashlab boramiz. Undan tashqari mana nomer olish haqida biz video chiqarganmiz. To'liq spamni qanday yuboramiz agar spam nomer chiqib qolsa. Va 1 daqiqa mana shu videomiz ko'rasiz, 21-aprel kuni joylaganmiz mana shu postimiz. Xo'p, undan tashqari mana ko'rishingiz mumkin, biz 5 spam nomer qanday berganligi uchun mana xabar yuborilyapti. Bemalol mana shunday holatda nomerlaringizni ochib olsanglar bo'ladi. Undan tashqari xohlasanglar glavningizga rasm qo'yib, hamma narsa qilsanglar bo'ladi. Ikkita parol yoqib qo'ysanglar, ko'proq ishlatasizlar. Yana bir narsani aytib o'tib ketaman, iloji boricha bu yerdan siz mana bu yerda nomer olishdan bosib, O'zbekiston nomer olishni maslahat bermayman. Chunki bir xil ayrim odamlarda chiqib ketib qolyapti nomer. Siz agar kerak bo'lsa, ko'p muddat ishlatmoqchi bo'lsangiz, AQSh nomeri, Bangladesh shunaqa nomerlarni olishga maslahat beraman. Undan tashqari Rossiya, Turkmaniston bu nomerlar ham ancha muddatgacha turadi, o'chmaydigan nomerlar bo'ladi do'stlar. Bugungi videoni shunday biratida. Video yoqmasa videomizga maksimal like bosing va kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar, chunki sizlar qidirayotgan barcha turdagi foydali va content maker videolar bizning kanalda topishingiz mumkin. Aytgancha do'stlar, agar siz botimizdan foydalangan bo'lsangiz, o'z izohlaringizda kommentariyaga yozib o'ting, yoqdimi yoki yoqmadimi. Bot o'zimiz tomonidan boshqariladi, ya'ni o'zim tomonidan boshqariladi. Hech qanday birovni boti emas. Nimadir problem bo'lsa, botni qo'llab-quvvatlash xizmatiga yozib, bemalol arizalarni yuborsanglar, biz muammolaringizni tez orada hal qilamiz. Sizlar bilan yaqin daqiqalar ichida Abbos Vlogs kanali bo'ldi va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar.